Tarix qorningni to'ydirmaydi. Tarixni o'rganish befoyda. O'tgan ish o'tdi-ketdi. Baribir uni o'zgartira olmaysan. Undan ko'ra kelajak uchun harakat qil. Shu kabi fikrlar jamiyatimizda shakllanib qolgan. Bu fikrlarni aytadiganlarga qanday javob berish kerak bilasizmi? Hozir sizlarga Javlon Javliyevning "Qo'rqma" romanidan shu haqida bir parcha o'qib beraman. Tarixini bilgan inson o'zligini unutmaydi. Shu o'rinda ulug' ustod Mahmudxo'ja Behbudiyning so'zlarini keltirmoq o'rinlidir. Dunyoga ishonmoq uchun, komil va odil bo'lmoq uchun tarixni o'qimoq va bilmoq kerak. Podshoyu vazir, hukumat odamlari va siyosiy kishilar tarix o'qimog'i kerak. Past qolgan va taraqqiy qilgan xalqlarni, jahongir bo'lgan davlat va tobe mamlakat bo'lgan hukumatlarni bilmoq uchun tarix o'qimoq kerak. Musulmonlik qanday ko'paydi va qanday taraqqiy etdi va allaqon na uchun musulmonlar tanazzul etdilar. Buni bilmoq uchun tarix o'qimoq kerak. Xulosa: dinu dunyodan boxabar bo'lmoqni xohlaydigan har kim albatta tarix o'qimog'i kerak. Chunki har narsa va shuning asli va nasli tarixdan bilinur. Shu vajdan do'stlar, ulug' Turkiston tarixini o'qiylik, o'qitaylik, anglaylik, anglataylik, toki necha yuz yillarga bu tarix o'rnak bo'lsin.